xohishi muhitiga bog'liq emas. Albatta shu haqida gaplashamiz. Muhit haqida ko'p narsalarni bilamiz, bolaligimizdan bilamiz. Misol uchun, qaysidirki oilada hamma ota-ona tanlagan, agar o'sha oilada 3 ta yoki 2 ta o'g'il bo'lsa ham farqi yo'q. Ota-onani roziligi bilan, o'sha ota-onani xohishi bilan juftlik nikoh to'yi qilish mumkin. Lekin o'sha oilada yana qanchadir yillardan o'tib, qaysidir farzand o'zini xohlagan insoni bilan oila qurishni xohlaydi. Ya'ni bu yerda xohish rol o'ynaydi, muhit emas. Yoki qaysi bir joydaki eshitgansiz, misol uchun doim ichadigan, chekadigan odamni faqat o'rtoqlari ichadigan, chekadigan emas, ichmaydigan, chekmaydigan o'rtoqlari ham bo'ladi. Unda xohish borligi uchun shuni qiladi. Yoki ba'zi bir yana shunaqa insonlar bor, yoshligida ichib chekkan bo'lsa, hozir uni tashlagan va uning o'rtoqlarida ichadigan, chekadiganlar bor, lekin u boradi, u bilan yaxshi maza qilib gaplashadi. Uning xohishiga bog'liq, nimani tanovul qilishi. Undan tashqari yana shunaqa oilalar borki, masalan, keladi-da gapiradi. Misol, psixologga boradi yoki dugonasiga boradi. Voy o'rtoqjon, erim meni urdi, erim meni qiynayapti, erim menga kun bermayapti dedi. Juda ham yig'lab, baribir ketaman degani bilan, lekin u baribir yashaydi. O'sha muhit unga yoqyapti. U baribir yaxshi ko'radi, eri ursa ham uni yaxshi ko'radi. Yana bir shunaqa oilalar borki, xotini ham go'zal, uning oilasi ham go'zal, o'zini xotini bilan oila qurgandan keyin unda hamma narsa go'zal, lekin nimadir kam. Uni ko'chada